Assalomu alaykum. Asl Surxon kanalining ashaddiy muxlislari. O'zbek faxri Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Yartepa qishlog'ida Ahmad Choriyevning ukasining xonadoniga mana mehmonga keldik. Jahon chempioni Abror Jabborovning bobosi shu ustozimizga mana so'z navbati. Shuhrat aka, tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Kurash ishqibozlari, kurash xonandalari. Bugun biz Qamashi tumani Yartepa qishlog'idagi Ahmad Choriyevning ukasi Mahmud polvonni xonadonidamiz. Bizdan mana bir do'stlari, o'rtoqlari, ustozlari Ahmad Choriyevni xotirlab turibmiz. Ahmad Choriyevning 2007 yil 6 mayda Ahmad polvonning xotira turnirlari bo'lgan. Mana 18 yil bo'libdi. Bugun xotirlab yig'ildi. To'g'risida bir juda katta xayrli ish boshlamoqchimiz. Mana shu O'zbekistonning faxri, o'zbeklarning farqi emas, turkiy xalqlarning farqi, islom olamining faxri polvoni shu Ahmad Choriyev to'g'risida bizning bir mashhur yozuvchimiz Fozil Tilovatov kasbidan yozuvchi, muxbir, shoir shu kitob yozmoqchi ekan. Shu bir kelishuv taqdimotida o'tiribmiz Mahmud akanikidan. Nimadir bir shu shoir akamizga Fozil Tilovatovga, mana Fozil Tilovatov, assalomu alaykum, xush kelibsiz Mahmud akaning xonadoniga. Mana shu juda bir ezgu niyat qilmoqchi ekansiz. Shu ezgu niyatni boshlabsiz. Shu O'zbekistonning faxri shu polvon Ahmad Choriyev to'g'risida kitob yozmoqchi ekansiz. Shu kitobni endi boshlasangizdagi mana do'stlar turibdi. O'zingizni tanishtirib shu haqida bir ikki og'iz bildirsangiz. Rahmat. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, uzoq yillar O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasi tizimlarida turli xil lavozimlarda ishlab keldim. Shu orada Samarqand viloyat televideniyasida 8 yil, Qashqadaryo viloyat televideniyasida 4 yil faoliyat ko'rsatganman va umuman shu faoliyatimiz jurnalistika sohasida, lekin shundan keyin ijodiy tarjima ishlari bilan shug'ullanib, bir 10 ga yaqin dunyo adiblarini, o'sha mashhur kitoblarini shu o'girdik. Undan tashqari o'zimizda Qora quzg'un nomli romanimiz chiqdi. Shu asosda Qora quzg'un nomli film ishlandi va u shunday o'xshagan ish qilib nimadir ijodiy kitoblaringiz kino bo'lib ishlangan yaxshi. Hilol Nasimov degan rejissyor bo'lgan. Shu biz Ahmad polvon haqida bu nurga to'lsin ko'p uzoqdan eshitib yurardik va shu kishi haqida nimadir qilish niyatimiz bo'lgan. Mana biz Mo'yla Qosimov bilan birga o'qiganmizda bir vaqtda bu kishi ham shu sport sohasida katta natijalarga erishgan polvonlardan shu nimamiz bor edi. Endi har bir narsani o'zini vaqti soati keladi. Mana hozir vaqti soati keyinga o'xshaydi. Keyin toqqa chiqqan odam masalan jilg'adan ham buloqni suvini ichishi mumkin, lekin sarchashmaga borgisi keladi. Ya'ni chashmani boshiga, o'sha buloq boshiga borib suv ichgisi keladi. Biz ham aytdikki, keling shu ishimizni shu rahmatli xonadonidan boshlaylik. Yoshligi o'tgan joylarni bir ko'raylik. Hozir mana qaytganimcha Xudo xohlasa o'sha yotgan joyini, qabrini bir ziyorat qilib ketamiz. Shu forsiylarda bir gap bor. Mardoni Xudo xudo naboshat, valezi xudo ham judo naboshat deydi. Ya'ni Xudoning mardlari xudo emaslar, vali xudodan ham judo emaslar deydi. Agar shu Ahmad akamizga bitta agar ta'rif beradigan bo'lsak, bir xudoning mardi deydi-da. Xudo bergan bir salohiyatga, xudo bergan bir qudratga, xudo bergan bir xususiyatga, fazilatga ega bir inson edi. Bunday odamlar haqida gapirish kerak.
bunday odamlarga havas bilan qarash kerak. Chunki kishi havas qilsa, uni avlodlaridan shunaqa odamlar paydo bo'ladi-da, shunaqa odamlar paydo bo'ladi. Bu juda katta bir qalb egasi bo'lgan. Katta bir qalb. U masalan tashqi ko'rinishi o'zi bir jihat, uni polvonligi qo'yan u bir jihat. Lekin ichki tomondan juda bir katta qalb egasi bo'lgan. Mana shu yozilajak asarimizda, o'sha kitobimizda Xudo xohlasa, uni har Ichki tuyg'ularni uni ochib berishga harakat qilamiz. Ichki tuyg'ularni uni Xudo xohlasa shunday erishamiz. Xudo xohlasa. Bu masalan mana shu nafaqat O'zbekiston, qo'shni bo'lgan davlatlarda ham aholisi sevib o'qiydigan bir kitobga aylantirishga harakat qilamiz. aytdik-ku biz hozir bu turkiy davlatlarning bir ori, turkiy davlatlarning bir ori bo'lishi kerak. Kelajakda bir masalan yetishib kelayotgan yoshlar dunyodan shu polvondan ruhlanish kerak. Uning yaxshi tomonlarini, hamma to'g'ri salbiy tomoni bo'ladi, uni hamma tomoni ijobiy tomon bo'lolmaydi. Shu Ahmad aka Choriyevning ijobiy tarafini butun turkiy davlat, islom davlati uni yoshlar buni o'rganish kerak, faxrlanish kerak. Faxrlanish kerak. Mana hozir yoshlarimiz mana kecha futboldan oldilar. Bular bari O'zbekiston dunyoga taratyapti o'zini. Ko'rsatyapti. Jahon chempionati. Jahon chempionatiga chiqdi. Boksdan butun jahonda yurmay kelyapti. Buning hammasi O'zbekistonda bir shunday gen borligidan. Shunday qon. Hozir aka bu gen borligidan O'zbekistonda gen borligidan. Shu gen borishi ishlayapti. Shunday chiqyapti. Chunki mana Suv davlatini Ahmad Choriyevning birga o'qigan ukasi Toyir polvonga beramiz, Qamash tumanidan birga o'qigan. Toyir aka, mana shu Ahmad polvon bilan birga yurgansizlar, birga turgansizlar. Shu haqida bir qisqagina bir xotiralaringizni o'rtoqlashsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, hurmatli polvonlar, ustozlar. Men Qamashi shahrida 1960-yilda tug'ilganman. Mutaxassisligim og'ir atletika bo'yicha oliy toifali murabbiyman. Bir necha yil Qashqadaryo viloyat Olimpiya zaxiralari kollejida bosh murabbiy, Qashqadaryo viloyatida bosh murabbiy og'ir atletika bo'yicha va terma jamoada ham ancha yillar qizlar o'rtasida bosh murabbiy bo'lib ishladim. Men ham sportdan hali ham nafaqaga chiqqan bo'lsam ham uzoqlashganim yo'q. Sport bilan yashayapsiz. Sport bilan yashayapman. Sport bilan doimo birgaman. O'zimda og'ir atletika shaxsiy maktabni ochganman. Bu yerda shu Qamashlik yosh polvonlarni hozir ham tarbiyalab kelyapman. Mana bugun asosiy o'tirishimizni sababchisi bo'lgan marhum akamiz, ustozimiz, ya'ni o'zbeklarning faxriy bo'lgan polvoni Ahmad Choriyevning xonadonida, ukasining xonadonida o'tiribmiz. Men Ahmad akani bir kursda o'qiganim bilan bu yigitni harbiy xizmatdan ketdi, shunaqa polvon emish, gavdasi kelishgan, shunaqa anavlari bizlar qiziqardik endi shunaqa polvonlarni ko'rsak o'g'il. Bu yigit bilan 1982-yil O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti qabul bo'limida birga bo'lib qoldik. Qamashi Ahmad polvon deyishyapti. Haqiqatdan ham menman degan polvonlardan bir kalla baland, ustun turgan. 78-yil. 82-yil tugatganmiz. Ana shunda men ham o'zi asli kurashchi bo'lganman, erkin kurash, sambo bilan kurashganman. Keyin og'ir atletikani ko'rgan bo'lsam ham tushuncham sal bo'lganman, asli kurashchi bo'lganman. Kurashga topshiraman deb niyatda borgandim, lekin shunaqa zo'r polvonlar turibdi, bizlarga bu oliy dargohga kirish qayda dedimda, hujjatni topshirmay
2 kun 3 kun og'ir atletikadan shug'ullanib talant bor ekan. Shu og'ir atletikada mutaxassislar kam ekan, ya'ni o'zbeklar shu payt karislar, ruslar ko'proq shug'ullanardi. O'zbeklarda bunaqa odat yo'q edi. Tosh ko'targan bilan polvon tosh ko'tarardi, lekin shtanga ko'tarmasdi. Shu deb vaqtimiz chopib, men og'ir atletika bo'yicha qabul qilindim. Ahmad polvon sambo kurashi bo'yicha menimcha adashmasam. Ha, bir kirishga sambo kurashi bo'yicha kirdi. Shunda musobaqalarda bo'lganmiz. ha, endi men og'ir atletikada ko'proq musobaqaga qatnashganman, aytdimda. Ahmad polvonni birinchi musobaqasida Toshkent oqshomi Gazeta bor edi. Angrendami qaysi? Olmaliqda. Olmaliqda har yil o'tardi. Komsomolskiy pravda bo'ldi. Ha. Komsomolskiy pravda. Ana shu musobaqada Olmaliqda. balishchilikka borganman. Shunda Istir sport ustasi degan unvon bo'lardi. Normativni yoqlardi. Ha, Normativ. ha, shunday Normativ. normativda yoqlab, Kandidatskiy. ha, Istir Master sporta degan ko'krak nishoni, men udostrinность guvohnomasiga sazovor bo'lgan. Endi Ahmad polvonni qaysi tomonlama men yaxshi bilaman. O'zbek to'ylarida birga yurganmiz, xuddi ukasida bo'lib yurganman. Ikkinchi yana ham yaqin tomoni tosh ko'tarishda buni men chitam berardim-da. Polvonlar uncha tosh ko'tarishda ana qilmasa ham bu bilan shu kimni bilagi katta, kimning oyog'i katta deb polvonlar beli katta, ko'kragi katta deb o'lchanib yotardi-da. Men tosh ko'targanda bo'yim 1.68 bo'lgan, Ahmad polvonlarga 1.95 mi shunaqa edi. Lekin mening oyog'im bilan bilagim Ahmad polvonga unday teng kelardi-da. Sizning jussangiz Ha. shu shtangaga mo'ljallanganda. Ha, shunday. Shunga mo'ljallanganman. Shu tosh ko'tarib yotardi. Keyin to'y qilgan odamlar Samarqand, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzaxlardan jarchi kelardi-da, yotoqxonamizda to'yga aytib ketardi. Ha, fizkultura. Ha, fizkulturistda. Shunda Ahmad polvon mening olib kurashimni ko'raydi-da, qiziqaydi-da, uzunlarni yomon yekka qilardim, ikki tomondan ham yekka qilardim. Chapam o'ngam bir xil edi-da. Shunda meni ham olib ketaydi. Bitta qo'y masalan shu paytda 100 so'm, 120 so'm tursa, 100 so'm, 120 so'm turardi. 50 so'mga sotib beraydi. Ha. 6 so'mga sotganlarini bilaman-da, poyizga qo'ymasdi. 5 so'm, 10 so'm. Zot. Ha, so'yib shunday xaltaga tiqib yelkalab kelgan kunlarimiz bo'lgan. Eng qiziq tomoni shunday bo'lardi. Boyaga yutilgan qo'ylar bor, biz zot olingan zotlar yotoqxonaga kelib turib, boya terilanardi-da, teri-merini musulga chiqarib, hammaning qo'lida bitta pichoq, go'sht bo'lardi-da, qozonda yog' turardi-da, qarang. Shunchalik polvonlar ham olardi. Bo'lsaga qo'yilmaydi. Qo'yib, maya. Qarang, unga sabri chidamasdi-da. Sabri chidamasdi. Terilagancha. Issiq yoq qizib turardi-da, shunday taylab yoq bilgan tiqasab, ana ya qoni qotib qolardi, ya qotmasdi. Mana shunday narsalarni yomon esimga kelyapti deydi, gapirgan yangi gap bo'lyapti. Yangi gap. Ha, chola qilib berdi. Shunday davrda to'ylarga kelgan paytda xil to'ylarda Ahmad polvonni ko'rsatmay turardi. Menga aytadi, sen yaxshi guring berasan, seni toyircha deydi, oldimda o'tirib tur deydi, moshinda deydi. Moshindan tushirmay o'tirardi. Shunday. Boshqa polvonlar tushardi-da, davraga kirib ko'rinardi-da. Keyin mana tovoq qo'yilgan paytda Ahmad yo'q. Shunaqa bo'lardi. Bormi yo'qmi degan surishtirardi, yo'q degandan keyin chiqib olardi-da. Keyin zotning shunaqa nosi bor edi, tovoqda. Qolmama. Olishmasi berilmaydi. Davrada olishsa zotni olsin deydi, bakovullar deydi. Keyin shu Ahmad polvon ship etib chiqaydi, bu tovoqda olgan polvon Sotib qolardi. Oylab olishardi. Tovoqda olgandan keyin kimdan ham Tovoqda oldi-da. Shunday bormi yo'qmi shunaqa davrlar ham o'tdi. Shunday. Endi nima deydi? Yotgan joylari, yana nurga to'lsin. Siz xotirlar esladingiz yaxshi. Mana yana Ahmad Choriyevning ustozi Abdulla polvon Qamashidan. Abdulla aka, ana siz ustoz bo'lgansiz.
yoshingiz qanaqa birga o'tgansizlar, endi siz ukangizdek bo'lib qolgan odamda, masalan shu birga o'tgansizlar, bir xotiralarni eslasangiz. Mesela Ahmet Palvan to'g'risida hozir palvonlar hamma yaxshi hislatlarni gapirib kurashlardagi. Endi biz ham birga yurganmiz, birga trenir qilganmiz zalda. Men uchinchida yashaydim, trenerlaydim. Palvon kelaydi, birga trenir qilganmiz, birga tayyorlanganmiz. Keyin kurashlarga yurgan vaqtimizda hamma palvon uxlab qolardi, ikkovimiz uxlamaydi. Palvon shu nima qilgan bo'lsa, nima ish qilgan bo'lsa, qayerlarga borgan bo'lsa, shu uxlamay birin berib kelaveraydi. Qo'shiqlardan nima aytdingiz? Keyin hozir shuni aytaman deb turibman. Ha, shu. Shu polvonning bitta xislati aytilmay ketdi hozir bu yerda. Polvon Muhammad Hamdamda qo'shiq aytaydi. Otajon Xudoy shukr. Komiljon. Komiljon. Shuni aytaydi. Otalik deb turib aytadi, ko'chirib aytadi. Mana yerda ikkita tomir bit chiqib ketadi. Quloq bitib qolay mashinada. Shunday. Bitta boyagi bu vaqt Dodan aytadi, dodan. Alamindan laliq qo'yadi. Rasman? Ha, endi gapirmaydi. Ana shuni mashinada solib qo'yadi. Qo'shiqda aytib ketaveraydi. Ikkovimiz keyin matchga, bizning matchga bor edi. Oral matchga bilan to'ylarga boraydi. Qo'shiqda aytib ketaveraydi. Yava matchga bor edi. Yava bilan bir aylanib kelaydi. Qayerda to'y borligini bilaydi-da. Borib to'yning kurash bo'layotgan joylarigacha ko'rib kelayotgan bizga. Falon joyda bo'layotgan deydi, keyin shu kechqurun mashina zakaz qilib qo'yadi, kechasi bilan to'ylab yuraydik. Nima desam ekan, men endi gapga uncha usta odam emasman. Birga yurganmiz. Palvonga gapga qo'ydi. Endi o'zi kuyishlar odam kam gapiradi. Kam gapiradi. Shuning uchun rahmat sizga Abdulla aka, birga bo'lgansizlar, ishlayapsizlar, xotirlayapsizlar. Endi Lekin bitta narsasi boya Mahmud Palvonov aytib ketdi. Zalda ham ikkovimiz shunday ushlashmaganmiz. endi sizni Deydi, Niyozov yoqasini ushlash mumkin emas. Deydi, Mas sizni- ushlashmaydi. Ustoz sifatida. tan olgan ustoz deb aytasiz endi. Yoqani ushlamaganiga boshqa qilmagan. Gurungimiz chiqishaydi, gapimiz chiqishaydi. Endi Hurmatli joyiga qo'yaylik. endi mana yana shu Qamashi tumanining ori, Qamashi tumanining katta polvonlari, Tog'ay aka polvon birga juda ko'p birga bo'lgan. Tog'ay aka shu inson juda ko'p birga bo'lgansiz. Endi buni shu kurashlar bilan aytilmagan shu sizlar bir xotirlasangiz Tog'ay aka, Ahmad aka to'g'risida. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu yerda o'tirgan hammamizdan polvon. Rahmatli Ahmad polvon. Kelgandan men G'ojir degan nomini aytdim. G'ojirda hech kim eshitmagan. Shunday. Birinchi ishim o'zim bo'ladigan bo'lsam, Markazimda kurash bo'lyapti. Men Samatdan aytdi. Samat polvon, to'g'ri. Hozir Xonattepa. Shuni men olishdim. Ikkita mushtani yiqitdimmi, keyin xullas kerak gap qisqasi toq qo'yildi. Bizlar nima men Ahmad uchamiz bir kunda chizib yavamat qilganmiz. Toq qo'yildi. Toqni oladigan odam bo'ldi. Falon ko'p Ahmad keladi deb hech kim olmayapti. Xudoramatni Qomaydan Erkin polvon bor. Erkin aka olyapti, bunisi aytadi, Ahmad keladi deyapti. Ahmad kelmayapti. Erkin polvon shunday toqni olyapti, keyin o'tiryapti. Erkin polvon kim bor deyapti. Gurr deb masjidga kelyapti. Shunda eshitganman, Ahmad G'ojir keldi dedi. Davraga. Davrada ham Ahmad G'ojir keldi deganda Erkin polvon shunday operasi toqni joy qo'ydi. Haq bitib joy qo'ydi. O'z hozir polvon joy qo'ydi. To'pir boshini. Qo'ymay olishtirdi. Ahmad polvonni yiqib chiqdi. Endi Ahmad polvon bizlar bordi keldimiz. Aka-ukaday Oilaviy bor. oila buyog'i baniyada yotib qolaylik, buyog'i uyga borib, otam Xudoramati tarvuz yegaydi. Qishim taq may oyigacha bizlikda tarvuz uzilmagan. Oshdan boraydan Xudoramat Alisher, hatta Urahatam, Alisher uchamiz yuraydik. Biz uchamiz yuraydik. Alishni yaxshi ko'raydi. Tarvuz uraydik. Ahmadning bahasi yo'q. Hamma biz ham gapirdik. Ahmadday nevarlarimiz bo'lsin. O'zbekistonning faxri, O'zbekistonning ko'rki, O'zbekistonning eng chiroyli yigiti bu. Endi Amir Temur desa ham hech xato qilmayman buni. Agar bunga qilich berib turib otga mindirsa, Amir Temurning o'zi bo'ladi bu.
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi To'ra aka ko'p xotirladingiz endi shu. Endi yana Qushtoshi O'rin aka endi siz juda ko'p birga bo'lgansiz. Siz endi ularni shu Ahmad aka to'g'risida bir xotiralaringizni eslasangiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz og'aynilar, yurtdoshlar, aziz polvonlar, hammamiz bor shu do'stimizning mana shu darxonasida tug'ilib o'sgan joyida birga bir dastonda o'tirib insonni xotirlayapmiz. Alloh bu narsaga har kimga buyurmagan. Buni Allohga shunday bir anosin buyurganki, shu inson Allohga shu kerak bo'lgan. Shu Allohning shunday mehri qozongan inson bo'lgani uchun shuni biz yo'qlayapmiz. Har kim shuni bir puli bo'lsin, davlati bo'lsin, dunyoni bo'lsin, pul bilan shu narsani qilib bo'lmaydi. Qilaman desangiz ham shu narsa chiqmaydi, bir narsa to'sqinlik qiladi. Lekin bu insonni shuncha puli ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Lekin o'rtoqlari, og'aynilari, do'stlari, yori birodarlari borligi uchun shu narsa bo'lyapti. Bu Allohdan berilgan bir ta'm, mana shu ne'mat. Bu har kimga berilmaydi bu narsa. Mana shuni mana bugun shu narsani eshitib kecha Abdulla aka bizga aytib aytdi. Kechamiz bilan uxlaganim yo'q. Allohdan shunday oilimni, shunday do'stimni, shunday insonni shuni dasturxonaga borib, mana do'st bo'lib, shu uylarga kelib ketganmiz, vaqtida yotganmiz, tevalashganmiz, yurganmiz. Kechasi onamizni erkalaganmiz. Kechasi soat 2da kelib bo'lmasa, loyga botib kelgan bo'lsa, ertalab kiyim boshimiz hammasi bo'lgan, taralgan, olishga ketganimizda talab bo'lgan onamiz. Shu inson. Shu bizlar shuni orqasi, shu farzandning orqasi qilgan. Bu har kimning qo'lidan kelmaydi. Hozirgi keliningiz, xotiningiz bu ishni qilmaydi. Shunday. Loyga botib kelasan, kirgizmaydi uyga kerak bo'lsa hozir. Va tozalab kenarga borib deydi. İnsanlık, birisi varlık, insonda bu. Har kimda bo'lmaydi bu. Endi O'rin aka siz aytmoqchisiz, shu Ahmad akadagi insoniylik, mardlik, vatanga sadoqat, shu hozirgi yoshlarimizga kerak fazilat. Kerak narsa. Kerak narsa. Shundan mana siz mana shu beryapsiz, mana boshqa o'rtoqlar ham mana bo'lyapti. Bu hozirgi yoshlarga juda kerakli fazilatda. Bu narsani tanlagansiz. Haqiqatan juda bu nima deganda, mana to'g'ri. Bu insonlar, yoshlarni o'sib kelayotgan mana shu hozir polvonlarimiz, hozir prezidentimiz sportga juda katta rol. Albatta. Bu narsa ertaga shu kino bo'lsa, kitob bo'lsa o'qib chiqsa, bolalar shunday ruhlanadi. Men ham shunday insonday polvon bo'lsam, meni ham nomim qolsa, inson shunday bo'lsam bo'lar ekan-ku degan havas, tuyg'u bolada katta polvon bo'lsam shunday hurmatda bo'lar ekanman degan gapimizga o'rinida men birinchidan ta'sirlandim-da. Mana Koreyaning Jumon seriali bo'ldi. Jumon hamma ko'rdi. Butun yoshlarimiz cho'kidan qilichqib, men Jumonman deb, lekin bu yerda bizning Amir Temurimiz, Jaloliddin Manguberdi, qancha lavlarimiz, sarkardalarimiz bor, dunyoni titratgan. Hech ana shu bizlarning hali bu oqsayotganimiz, adabiyotda oqsayotgani, kinoning oqsayotgani, yaqinda mana Jaloliddin Manguberdi berildi. Serial endi men nasib bo'lsa bu Amir Temurdan ham yaxshi filmlar olinsa, shu yoshlarimiz endi ertaga men Jaloliddinman, men Amir Temurman, men Ahmad Polvonman deb bir faxrlansa, endi shuni mana bu yozuvchi akamiz, Fazlin akamiz deb qolganlar ham mana YouTube orqali biz yoshlarga qisman yetkazyapti. Buni o'zi katta savob o'zi mana. Shuning uchun mana endi sizlar endi men ham ko'rganman, lekin sizlar birga bo'lgansizlar mana. Shunga yaxshi fazilatlarni. Bu odamning ham qandaydir bir fazilat salbiy taraflari bor, lekin yaxshi tarafini butun yoshlarga yetkazish endi umr o'zi qisqa o'zi. Shuni yetkazib qolish bizning burchimiz. Mana shu shoir akamizga rahmat. Shu yaqinlardan keyin mana shu kasbidan keyin shu yerga izlab kelyapti. Kasbidan Toshkentdan. Ana endi yana bizning Ahmad Choripovning do'stlaridan birga kurashgan, birga yurgan Ahmad Polvon Qamashi Chimqo'rg'on posyolkasidan Ahmad aka, siz juda ko'p birga yurgansiz, birga videolar qildik, ancha video qildik Ahmad aka to'g'risida videolar qildik. Mana shogirdim mana Ahmad bloger mana asos o'rgan kanalining bir qisqagina bir yaxshi joydan xotira qilib bering bizga.
İşler diyorum. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari, ma'murning o'rtoqlari. Endi Ahmad to'g'risida hamma bu yerda yaxshi istaklar bilinyapti. Haqiqatdan ham shunga arziydigan yigit. Shunday bo'lgani afsonaviy bo'ladi. Shunday vaqtlar bo'lganda edi hammasi gapirilyapti. Toshkentdan kelyapmiz. Jizzaxning Temir darvoza degan katta stolovoy bor. Shu yerga kiryapmiz. Shunday kirsak, shu kuni stolovoy ishlamayapti degan. Ishlayapti deb kiryapmiz. Mashinalar ko'p, texnikalar ko'p, Odam ko'p. bir hokimningmi, raykomningmi nimasi kelib uylanyapti ekan bir yigit. Shu nima 3-4 stol qo'yib qo'yibdi. Ikkitadan stolning ustiga tovoq qo'yib qo'yibdi. Bittasida to'ndi, bittasida yaqinmi, shunday go'shtlar turibdi. Qiziq deydi, qarang. Shunda bordi. Nima ovqatlaring bor deyapti. Yo'q, ovqat yo'q deyapti. Bugun to'y bo'lyapti deyapti. Mana nima edi deyapti-da, ko'rinib turibdi. Mana bet ko'taryapti, bir sonda shunda bo'lyapti, menga uzatyapti, yana bitta hamraymiz bor, buni endi nima bo'lib ketdi, rahmatli. Unga uzatyapti, o'zi bittasi bo'lyapti. Mana yoqda nima muzika bo'lib yotibdi deyapti. Bunday kiriladi-ku. Borgan bo'lsangiz. Bunda kirib, bunda ular kelinlar shu yerda ekan. Bu yoqda 4ta, 5ta, 30 kurik hammasida Volga. Shu vaqt Volga. Avril mashina. Bitta ikkita 06 bo'lmasa, hammasi ilkinoq. Shunda turib eshikni oldida turib, kelinlar tanlatishga o'qibatdi. Endi bir chay dedi. Tanlatdi. O'tganda qarangda. O'zi orqamizda bizlar go'sht olib bunday bo'lgan, ular hammasi har yerdan kelgan kattaning o'g'illari, katta bir nima, hokimning o'g'li bo'lsa kerak. Kichkina odamlarni o'ylagan. Go'sht bittasi shunday berdi menga boya. Vaqadim. Men ikkita go'sht qoldim. Voycha. Shunday chiqib ketdi-da, kelin o'ynab yotgan ekan, u yotgan. Kelin deb o'ynab yotdi-da. Hammadim qoldim, tanishim bir nima deb. Og'aynisimi degan. Deydi. Nimada ichkanlar ham bo'lgan bo'lsa kerak endi davrada. Eshik shunday bo'lib qoldi. Kelinning ham havasi ketganda, ular rangini ko'rganda keyin. Endi uning chiroyli, endi uning. Hammamiz endi. Kelin Undan inson mol qarang. Kelinning miyasi buzilgan bu. Afsona bu. Xullas nima qildik tagib? Tabriklaymiz sizlar. Tabriklayman. Oldik. Mana o'zi o'tgan bunday. Shunday chiqdik. Bu qildik. Mana shunday davrlari bo'lgan. Hech bir Yig'i bor bo'lganda. Yig'i bor shunday endi. Yana shunday bo'lyapti. Bu kelishda karizlarning oldida ofisida turdi. Singlisi ham bor, bu xotini ham bor. 8-etajda turadi. Ketib dedi, kino boraylik dedi. Kechqurun bo'lyapti. Karizlar uyga yaqin deb vaqtda sheflik degandek gap bor ekanda. Boradi, diskotek olib turib, juda bir 8 talar ana diskotek bo'ldi. O'zi kinoga deb chiqqanmiz. Shuni aytib o'rsam bo'ladimi? Yo'q, bunday emasda. Buni eshitmaydim. Keyin shunday ketyapmiz. Endi tanchaqmaymiz dedi Guli dedi. Shunday qo'ldan ishlatgan muzika bo'lyapti, tancha bo'lyapti. Qo'ldan shunday davra shunday 50 metr ochildi. Quruq bo'ldi. U yoqdan keladi, bu yoqdan bitib boradi. Hozir keldi. Shunday bir o'yin endi. Bir soat shunday kinoga ham bormay, shu yerdan qaytgan kunlarimiz bo'lgan. Endi bir yuragining ochiqligi buni Rahmat. hamma tomosha qiladi bunga. O'tib ketayotgan odamlar 200 metr, 300 metrgacha orqasidan bu kim ekan deb yurgan vaqtlari bo'lgan. Rahmat. Bozorlarga borganlarda, boshqalarga. Ahmad Endi aka shunday endi qancha gapirsa kam. qancha gap. Yaxshi odam eslanadi. Haqiqatdan mana eslayapsizlar. Yotgan joylar jannatdan bo'lsin. Yana Oxiratlar obod bo'lsin. Moyli polvon, Qamashton Qarabaq qishlog'idan shogirdi. Moyli akasidan birga bo'lgansiz, bir kurashda birga yurgansiz, ko'rgansiz. Endi bizlarning shu Qamash tumani, masalan, shaxsan o'zim ham shu Ahmad akaga shu kurashga kelayotib boraydim. Juda uzoqda qishloqqa ham boraydim. Shu Ahmad aka to'g'risida xotiralaringizni baham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum.
davra qatnashchilari. Mana bugun Ahmad akamizning xotirlash kuniga mana shu Fozil do'stimizning inisiativasi bilan mana shu yerga yig'ildik. Bu bir yillar oldin tuzilgan plan edi, reja edi. Reja edi. Fozil Tilovat mana do'stimiz birga o'qiganmiz. Shu inson bilan bir qanday dedi ularda telefonda gaplashib Ahmad aka haqida men gapirdim, ben gapirdimmi, qaysimizdir? Yuring, ha, men uni olsin tashladim bu yoqqa. Bu yerga YouTube'ga chiqqan. Ha, bizlar chiqargan. Ha, YouTube'ga chiqqanini oldim. Tashladim. Keyin bu yoq inisiativa qildim, Mo'yil aka. Shu Ahmad akani yaxshi bilasiz. Bitta kitob yozsa qanday bo'lardi? Men aytdim, yaxshi bo'lardi. Savob ish bo'lardi. Mayli. Men sizni xohlagan joyingizga olib boraman. Sponsorlik qilamiz. Siz kitobni yozing. Shunday reja bir yil oldin tuzilgan. Biz noyabr oyida boshlashimiz kerak edi bu ishni. Lekin do'stimizning salgina mazalari bo'lmay, yuraklarida ozg'ina bo'lib, istin qo'yilib shu holatga keldi. Hozir ham mana unchalik sog'ligi joyida emas, lekin shu g'ayrati, shu shijoati mana shu bunga to'g'ri kelgan ekan, mana shu yerga boshlab keldi. Rahmat sizga do'stim, avajonim, mana shu rahmat bizning yurtboshimizga, bizning mulolarimizni eshitib davlatlar qildi. Men endi Ahmad akani uyida mana bugun shu kunga yetib kelgan ekanmiz. Ahmad akani asli men do'stimiz, o'rtog'im, yoshlikdagi birga bezorlik qilib o'sgan do'stim Mahmud orqali Ahmad akani bilaman. Ahmad aka bag'ri keng, mard, hammaga o'rnak bo'ladigan uning fe'l-atvori bor edi. Undagi hislat men hali hech kimda ko'rmaganman. Undagi shijoatni, undagi mardlikni, undagi bag'ri kenglikni men hali unaqa insonni asrlar davomida hech kim uchratmasa ham kerak. Boyaga aytiladi-ku, yaxshi inson, boyaga dohiylar o'tgan. Bizning uchun dohiy Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin deb o'qiganmiz vaqtida. Bizning sarkardalarimiz bor misol uchun. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi. Ana shular ham necha asrlar davomida farqi bilan dunyoga kelganda biz Ahmad akani bu yaqin yillarda unaqa insonlarni ko'rishimiz qiyin bo'ladi. Ahmad akani bir yaxshi tomoni bor edi. Yosh polvonlarga ustozlik qilgisi kelardi. Mana bir to'yga boryapmiz. Zaporoj mashinadamiz. Qamashnani Sami deymi ismini? Yo'q. Kim edi? Yodimdan ko'tarildi. Mazza qilib, biz Ahmad akaga kelguncha Hoji Akbar Hamidovni qo'yib, mazza qilib eshitib kelyapmiz. Boyqa polvon, Ilhom polvon birga kelyapti. Ahmad akani oldik. Birga ketdik to'yga. Shu vaqtda kaseta chiqarildi. Bomurod Hamdamovning ashulasini qo'yib, birgalikda kuylab ketdi. Yana bir eng ajoyib tomoni shu bizlarga shunday motivatsiya berardi. Qaniydi dedi, moyli dedi. Senday, Mamashday o'g'lim bo'lsa dedi. Mamashda hammalaringiz bilasiz. Samish polvonni Kallining ismi Yusuf polvon. Shunday ikkita o'g'lim bo'lsa dedi. Shu ikki yon boshimda olib yurib, mazza qilib to'ylab bersam dedi. Bu bir xislati. Men Ahmad akani shu adashmasam 7-sinflarni, 8-sinflarni Marksizmda to'yda ko'rganman. Qoratepa deydi. Ana shu yerda Ahmad G'ojir keldi deganda qip-qizil yava mototsiklda qip-qizil kiyimda sportkada bordi. Oy, men buni Bob kinasida ko'rganman. Bu epizodda haqiqatan Bob kinasida ko'rganmiz. Endi yoshida 7-sinfdami, 6-sinfdami Bob kinasini ko'rganmizda. Bobbimidi shuni nomini bilmayman. Ha. Ana shunda Raz bilan Bobi qochganda xuddi Ahmad akani ko'rganman. Tasavvurim mana shunga kelgan mening. Shunchalik unsonga balishchilik qilganmiz. Keyin Mavlon aka bilan olishdi. Mavlon aka endi davrani bir
7-8 yil Qashqadaryoni Birinchi tovoq ori bo'lib hech qachon birinchi tovoqni bermay yuruvdi. Mavlon aka tovoq oldi, Ahmad aka chiqdi, eslaysizlarmi? Qoratepada. Maz nima deydi? Mavlon aka maz mashinada borganmikan shu. Ular ham esimda. Lekin shunday yiqitdi Mavlon akani. Mana shunda men havas qilganman. Ana shunday polvon bo'lishim kerak. Lekin unaqa bo'la olmadik. Ozroq bizga ko'p emas, ozroq 2-3 yillik ustozlik qildi hech bo'lmasa o'zining so'zlari bilan. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shu boshlagan ishimiz nasib bo'lsa, Foziljonning ishlariga muvaffaqiyat tilam nasib bo'lsa, mana shu kitob shunga chiqsinki, nasib bo'lsa mana shu farzandlarimiz havas qilib uni kinolar qilsin. Mana Farvat studiyasimi kim? Favora studiyasida o'zimizning Qashqadaryodan Baxtiz do'sti, bizning do'stimizning, ukaxonimizning akalari shu yerda direktor ekan. Nasib bo'lsa mana o'g'limiz Qashqadaryo o'ynaydi. Mana Foziljon orqali shunday ssenariylar yozib bersa, Ahmad aka haqida kinolar qilamiz nasib bo'lsa. Hammalaringiz qo'lingizdan kelganlaricha yordam beringizlar nasib bo'lsa, shu kinolar, kitoblar chiqishiga butun o'zbek xalqidan men mana shu kitobning, mana shu yaxshi niyatlarimizni qo'llab-quvvatlashlarini so'raymiz nasib bo'lsa. Mana blogerlar hammalaringiz mana to'ylarda yurasizlar, hamma to'ylarda ham bir kishiga falon zot deydi. Undan ko'ra mana Mahmudjonning nomiga bittagina ochamizdagi plastik ochilib nasib bo'lsa. Ana shu plastikga baholi qudrat. 37 ming aholimiz bor, 38 ming. Mayli, eng alohisi 15 ming aholimiz bor. 1 ming nima deydi? 1000 so'mdan tashlasa ham qancha bo'lib ketadi? Misol qilib aytadigan bo'lsa. Ana deb shuni Omad ishlaringizga Foziljon, sizlarga ham Ahmadjon sizga ham omad ishlaringizga, sizga ham omad. Hamma qilayotgan mana shu savob ishlaringizni Alloh qo'llab quvvatlab bersin. To'rilardan boshlab, to'rilardan boshlab. Hali davom etyapmiz. Yana hali o'zimizning hali Qamashida shunday mashhur odamlar bor. Endi uni hali keyin suhbat qilamiz. Kaskadyor, masalan, Spartak filmida, so'nggi Samuray filmida Kaskadyor bor. So'nggi Samuray filmida Gollivudda ona bizlar ko'plarimiz so'nggi Samuray filmini Yaponiya. Shuni o'zbek bola Qamashda o'ynagan. Farsizlik bilan. Farsizligi ham. Yega akmasa Spartakda. Spartakda filmda shu odam o'ynagan. Yo, Spartak emas. Kaskadyor. Vaqtlar chopishdi. Bundan keyin mana hindular to'g'risidagi Amerikadagi kinoda hindularning boshlig'i o'ynagan. Odam mashhur hali o'tib film etamiz. Mana yana shoshmadim. Gapingizni oldim, umringizni olmayin. Yana bir narsani aytish yodimdan ko'tarildi. Men yoshligimda ertaga o'qiganman. Sariq deydi meni, qora deydi meni degan. Haqiqatdan ham biz turkiy xalqlarimizning Ahmad polvon mening nazdimda ana shu sariq deydi, qora deydi, mana shu Ahmad polvon, Mavlon polvon, Said Nabi xudo rahmatli Buxor polvonlar. Mana shular bizning orimiz, nomusimiz bo'lgan. Mana shular bizning devlarimiz. Men tasavvurimda. Yana kim qanday tasavvur qiladi bilmayman. Ishlaringizga omad hammalar. Oilaga sizga rahmat, siz ishlaringizga ham, kelajakda ishlaringizga ham rahmat. Endi Ahmad akaning ukasi Mahmud polvonga, Mahmud polvon xonadonida turibmiz. Shu ishlarning boshida, shu ishlarni tashkillashtirayotgan shu akasining do'konishmas qilayotgan, ishlayotgan, xotirlayotgan inson Mahmud aka, akangiz ko'chada yaxshi xotirlar ishlasangiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Kelgan oyoqlaringizdan akalar, ustozlar, og'aynilar hammalaringizga rahmat. Endi bu odam haqida nima deymiz? Akamiz Yakkabodda tug'ilgan 57-yil 1-fevralda. Keyin 59-yil berib ko'chib kelganmiz Qamashga. Shu yerda maktabga borgan, Demitrov nomli maktabga. Bu yerda bitirdi. 75-yil keyin harbiy xizmatga ketdi. Keyin u yerda harbiy xizmatda o'tadi. Armiya sportlarida bor edi. Germaniyada sport o'rtada xizmat qilgan. 77 tugatib keldi. 78 u yerga
universitetga topshirdi bu O'rin aka. Yaqin o'qidi. Boshqa o'qituvchilar bilan birga. Shu kurashlarda ham ba'zi lekin bizlar ham shu bilan yoshida kurashga chiqib, hech birovdan qochib, inkayib, menga mana bu bilan prep qiladi, qochib odatlar yo'q edi. Boraydi shart bor. Yaxshi olishib. Uni nimasini yoshligiga kelsak, yoshlikda bu yerda bizlardan o'zimiz bilan sportzal yo'q edi. O'zimiz samodelni Somon to'shab. shu mana shu yerda qarang, qishloqda yigitlari birovi boks bilan shu 20 ta, 30 ta, 40 ta bola yig'ilib futbol mana shu shug'ullanish yoshlikdan bo'lgan. Lekin shu yoshlikda endi bitta musobaqalar bo'lgan. Shu vaqtda tanishgan o'zlaringiz bilan yoshlikda tanishgan o'g'aylar bor. Endi nima ham deyman, shu yoshlikdan qiziqish bo'ldi sportga. Ana o'qidi, masalan, boshqa ishlarga tayyorlab qilganda ham qandaydir shu sportga bo'lgan qiziqishi boshqasiga unga yo'l qo'ymadi. Ana shu Abdulla akamlar, mana Toyir akalar, Hoji bobomiz mana Tog'ay aka, ana O'rin akamiz, Ahmad polvon, endi hammalari mana Oyjon kurashda yurdik. Bizlar bu yolg'onlab gapirmaymiz. Bor haqiqat, buni el biladi. El biladi. Buni ishlagan odamlar ko'p. Sizlarga katta rahmat. Mana shu o'zi keyingi nevaralaringizdan, shu avlodimizdan chiqsin shunday yigitlar. Biz shuni talabdorimiz. Xalq xudo nima bersa, mana shu akamiz mana shu yaxshi qo'lda, Fozil aka ishlariga omad tilaymiz. Endi qarab turmaymiz hammamiz. Qo'limizdan kelgancha nima qilib. Hammalaringizga rahmat. Endi İşimiz- Toshkentda aytganda har bir narsa boshlangandan keyin tugallanishi kerak. Indallasi bo'ladi. Indallasi bo'ladi. Mana shu Fozil aka juda katta ish boshlabdi. Masalan, kitob yozmoqchi. Endi qo'limizdan kelgancha hammamiz Fozil akaga yordam qilaylik. Mana bizlarda bloger Ahmad bilan bizlarda materiallar bor, yetkazamiz sizga hammasini kimda nima bo'lsa yetkazib. Endi sizlar sal nima bo'ladi, endi bir voqealarni eslab har bir odamni eslab yozib oladi. Mehnat qiladi. Mehnat bo'ladi endi. Bizdan kelajakda bir yaxshi kitob bo'lishini, o'quvchilar ko'p bo'lishini tilab qolaman. Shu ishni orqasida turgan mana shu ishni hammamizni Ahmad polvonni ruhlari qo'llasin. Shuning uchun Tog'ay aka Tilovat qilib, يعني كبر تلوث قلبي ما لي أنا تلوث نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ذاقوا فيها سميع لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. اللهم أعد رقابنا ورقاب محاتنا أستاذ من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu yerde otururken dostlarımızdan alanı ötken merhamet verdi. Ata yurt, ana avlat, ata avlat ara başladım. Şu dostumuzun arana başladım. Yotkaca cennete misin, ahirete abad misin? Kur'an nuru münevverle geçen, ahiret azabla bizi sağla geçen. Harika rahmat, şahiste cennet, ahiret abad. Bir minut. Mende ana borda. Mana shu videomiz 2000 ta like yig'sa, nasib xudo qilsa kelgusida yana bitta proyekt boshlayapman. Tayyor turibdi. Qaysi polvon qanday mashinada yuradi? Ana shu proyektni men sizlarga havola qilaman. Hamma kanalda yangilar bo'lsa bitta like bosingizlar, obuna tugmasini bosib qo'yingizlar. Men sizlarga chiroyli kontentlar, bundan ham zo'r videolarni sizlarga namoyish qilaman. Nasib xudo xohlasa
hammaga omad, hammani mana shunday kunlarga yetkazsin. Fikr mulohazalaringizni mana kommentariyada kutaman. Bundan keyin qaysi polvonni uyiga borib reportaj qilishda ham sizlar mana kommentariyalarda yozib o'zlaringizni fikr mulohazalaringizni bildiringizlar. Hammaga omad. Nasib Xudo xolasa yana kurashlarda ko'rishamiz. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Kelyapsiz-ku. Voy jonimni. Ahmad Choriyevning qabristoniga keldik. Yodda bilaman-da. Kuzatdik seni, do'stlarni unutmasin hech qachon seni. Assalomu alaykum Ahmadjon. joylaringizdan. G'ojirim mening, g'ojirim. Hozir. Ahmad Bizlar qo'ygan. Ha, tikka tursa ham hech narsa qilmas ekan. O'tirsalar ham mayli. O'tiramiz. Yo, o'zim unman. Hamma bu tomonga o'tdi. O'qiyotganda qabrini taqirta. Quloq qaratadi. Ha, rahmat. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع المتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ذوقوا فيها سميع لها شيقا وهي تفرط كغيظ من الغيظ كلما ألقي فيها فوج الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم mana shu yerda yotgan barcha do'stlar nomidan Ahmadjonning arava boshladim. Yotgacha jannatda bo'lsin, oxirat abad bo'lsin. Qabrlarni Qur'on nuri bilan munavvarlagan, oxirat azobi bilan qabr qilsin. Har ikki rahmat, shahista jannat, oxirat abad bo'lsin. Yotgan joylaringiz.